Tuxumdon kistalarini davolasa bo'ladimi? Tuxumdon kistalarini ayrimlarini davolasa bo'ladi. Men hozir bu savolga javob berib o'taman, lekin bungacha siz kanalga obuna bo'lib qo'ying hamda bu video kimgadir qaysidir tanishlaringizga zarur bo'ladigan bo'lsa, shu odamga yuborib qo'ying. Tuxumdon kistalarini davolash qanday kistaligiga qarab, ya'ni tuxumdonda funksional kistalar bo'lishi mumkin. Funksional kistalar deganimiz bu follikulyar kista yoki sariq tana kistasi bo'lishi mumkin. Dermoid kista bo'lishi mumkin. Dermoid kista deganimiz bu tug'ma bo'ladi va bu kistaning ichida soch, tirnoq kabi narsalar bo'ladi yoki endometrioidli kistalar bo'lishi mumkin. Gemorragik ichiga qon quyilgan endometrioid kistalar bo'ladi. Bu endometrioz kasalligiga uchraydi. Mana shu turiga bog'liq bo'ladi buni davolash. Endi funksional kistalar bo'ladigan bo'lsa, sariq tana kistasi yoki follikulyar kista bo'ladigan bo'lsa, bunga hech qanaqa davolash shart emas. Bu shunchaki kuzatuvga olinadi va ko'proq ehtimollik bilan o'zi so'rilib yo'qolib ketadi. 2-3 oy ichida yo'qolib ketadi. Agar kista 6 oydan ortiq yo'qolmaydigan bo'lsa, o'rtacha diametri 60 mm, ya'ni 6 cm dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, bular operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Ya'ni funksional kistalar dori bilan yo'qolmaydi. Buni operatsiyaga olib tashlanadi yoki yo'qolishini kutiladi. Lekin bezovta qilmaydigan bo'lsa, o'sha 6 cm dan katta kistalar ham 6 oydan uzoq vaqt yo'qolmagan kistalarni ham bezovta qilmasa kutilsa yo'qolishi mumkin. Endometrioidli kistalar ko'pincha dori-darmon bilan yo'qoladi, lekin bular qayta chiqadi. Hattoki operatsiya olib tashlanganda ham qayta chiqadi. Buni dori bilan olib yurish mumkin. Endi hali aytganimiz dermoid kistalarda buni faqatgina operatsiya. Bularda hech qanaqa dori-darmon ham, hech qanaqa kuzatuvimiz ham yordam bermaydi. Buni faqatgina operatsiya qilib turib yo'qotiladi.